So'zlaring shunchalik samimiyligidan senga ruxsat berdim. Munosabatlarimiz darajasi oshdi. Tabriklayman. Bas qil, iltimos. Hech narsani eslay olmayapman. Negadir boshqalar ham buni eslashini xohlamayapman. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Lekin rostdan ham Elfina menga yoqib qoldimikan? Uni ko'rinishi qanaqa ekan, a? Qiziqib qoldim. Tuzgan ekanman, demak, istalgan paytim seni chaqira olamanmi? Hozircha buni iloji yo'q. Hozircha senga chaqirish uchun ma'ni yetishmaydi. Rivojlanganingni tezroq ko'rgim kelyapti. Yana yangi sevgi izhorlarini ham kutib qolaman. Izhorlar haqida unut. Ha, aytgancha, gildiyaga deyarli yetib keldik. Mana, yollanma askar gildiyasi. Ko'rinishi yomon emas, to'g'rimi? Qani, ichkariga bir ko'z tashlaylikchi. Xayrli kun. Bugun nima xizmat? Iltimos, shartnomani yaxshilab o'rganib chiqib, shu yerga imzo cheking. Qaytganingiz bilan sizning vazifangiz to'liq bajarildi. Marhamat, sovrinni olishingiz mumkin. Navbatdagi. Xayrli kun. Bugun qanday xizmat bilan keldingiz? Yollanma askar sifatida ro'yxatdan o'tmoqchiman. Ro'yxatdan o'tmoqchimisiz? Hozir ko'rib chiqamiz. Avvaliga shu qog'ozni to'ldirib chiqing. Namuna kerakmi? Yo'q, rahmat. Qayta tirilayotgan paytimman tilni tushunish hamda yozish ko'nikmalarini olganman. Xo'jayin, shoshmang. Siz o'zingizni chaqiruvchi qilib ko'rsatmoqchimisiz? Bu mumkin emasmidi? Chaqiruvchilar juda kam uchraydi. Ba'zida butun mamlakat bo'yicha bitta odamga to'g'ri keladi. Agar siz ham ulardan biri ekanligingizni odamlar bilib qolishsa, shu zahotiyoq yuqoridagilarni e'tiboriga tushasiz. Tushunarli. Bu yaxshi emas. U holda o'zimni tabiat sehrgari deb yozaman. Siz Kelvinsiz, to'g'rimi? Bir daqiqa kutib turing. Ayolot olamida omadim kelibdi. Ozodlikdan zavq olmoqchiman. Toifamni yashiraman. Kutganingiz uchun rahmat. Shu ondan boshlab siz bizning yo'llanma askarimizsiz. Endigina ro'yxatdan o'tganingiz uchun F rangasidan boshlaysiz. Gildiyamizga istagan payt buyurtma uchun kelishingiz mumkin. Biz askarlarni rangasining darajasiga qarab bir necha toifaga bo'lganmiz. Demak, men faqat F toifasiga mos vazifalarni ola olaman, xolosmi? O'z toifangizdan tepadagi toifaning vazifalarini ham olsangiz bo'laveradi. Lekin esingizda qolsin, har bir xato uchun jarimaga tortilasiz. Shuning uchun yaxshilab o'ylab, keyin tanlang. Demak, bali katta ekan deb ko'ringan vazifani olish yaramaydi. Agar ketma-ket 10 ta vazifani omadli bajarsangiz, darajangiz ko'tariladi. Yuqori darajadagi vazifalar uchun qo'shimcha ball berilmaydi. Eslatib o'taman, C rangi darajasiga o'tgach, imtihon topshirishingiz kerak bo'ladi. Yodingizda qolsin. Tushunarli. Yangilar uchun qanday vazifalar bor? Ko'raylikchi. Bularga nima deysiz?